Keyingi darsimiz Sefer yoki IELTS readingdan matching headings bo'ladi. Ya'ni bu Seferimizda demak part 3 siga to'g'ri keladi. IELTS readingimizda bu passage 2 ga to'g'ri keladi. Ba'zi holatlarda, juda ham kam holatlarda passage 3 da ham kelib qolishi mumkin. Mana shu matching headinglar. Demak, u Seferimizda part 3 ga to'g'ri kelar ekan matching headinglar, ya'ni mana bu yerda bizga sarlavhalar berilgan bo'ladi, mana bu yerda paragraflar berilgan bo'ladi. O'sha paragraflarga mana bu yerga to'g'ri sarlavhani qo'yishimiz kerak. Bu ingliz tilida matching headings deyiladi. IELTS readingda esa u ikkinchi passagega to'g'ri kelar ekan ko'proq 90% holatlarda, ba'zida esa 3-passageda ham kelib qolishi mumkin ekan. Agar ikkinchi passageda kelsa bu osonroq degani, agar 3-passageda kelib qolsa u list of headinglarni qo'yish o'ta qiyin bo'lib qoladi. Demak, shunga qarab IELTSda fokusni shunga qarab olasizlar-da. Masalan, passage 2 ga tushib qolsa, birinchi qaysini yechish kerak desa, passage 2 dagi mana list of headinglarni yechish osonroq kechadi. Masalan, boshqa qiyin savollarga vaqt ketkazmasdan mana shu list of headingni yechasizlar agar passage 2 da tushsa. Passage 3 da tushib qolsa, fokuslaringni bunga kamroq qaratib, sizlar biladigan savollarga, oldinroqda kelgan osonroq savollarga qaratasizlar demoqchiman. Seferimizda esa faqat shu part 3 da bizda list of heading, matching headinglar bor. Yaxshi. Bugun ham ya'ni shu paytgacha o'rganganlarimizga qo'shimcha ravishda yana bir nechtadir taktika o'rganamiz. Seferimizda part 3imizga to'g'ri kelar ekan, nima qilishimiz kerak ekan? Bizda sarlavhalar berilgan bo'ladi va bizga paragraflar berilgan bo'ladi. O'sha har bitta paragrafga mana shu yerga qanaqadir biz nimani topishimiz kerak? Sarlavhani topishimiz kerak. Bizda qaranglar, nechta paragraf sarlavha bor ekan? 1 2 3 4 5 6 7 8 ta nima bor ekan? Headinglarimiz bor ekan. Sarlavhalarimiz bor ekan. Lekin bu yerda paragraflarimiz soni 8 ta chiqmaydi. Mana 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta ekan. Tasavvur qilaylik, 5 ta ekan, bu yoqda 8 ta ekan. Demak, 3 tasi bizda chalg'ituvchi bo'ladi ekan. Umumiy ma'lumotlarni berib o'tadigan bo'lsam, masalan, mana bu paragrafgacha kamida 2 ta yoki 3 ta to'g'ri kelayotganga o'xshaydi. Masalan, mana bu yerda birinchisi, 4-inchisi, 7-inchisi to'g'ri kelayotganga o'xshaydi. Yoki bo'lmasa section B ikkinchi savolga, ikkinchi paragrafga 8-inchisi, 3-inchisi, 5-inchisi to'g'ri kelayotganga o'xshaydi. Bizda o'sha imенно masalan 3 ta to'g'ri kelayotgan bo'lsa yoki 2 ta to'g'ri kelayotgan bo'lsa, 3 tadan yoki 2 tadan qaysi biri bizga mana shu yerga to'g'ri keladi, shuni topish so'ralyapti bizda. Hech qachon osonlikcha berib qo'ymaydi buni. Masalan, mana uni o'qib, bittada ha bo'ldi, mana bu ekan deb topib olsak, u juda ham oson bo'lib qoladi. Uni savol tariqasida kiritib o'tirishda hojat yo'q bo'ladi. Shuning uchun o'ylanglarki, bu bittada topib olaman degan narsadan qochinglar. Bittada topa olmaysizlar. Agar bunaqa o'ylaydigan bo'lsanglar. Bittada topishlar mumkin agar boshqacharoq yondashadigan bo'lsanglar. Ya'ni biz nima qilishimiz kerak? Mana bu, masalan, birinchi paragrafni boshidan to oxirigacha o'qib va mana shu paragraf umuman nima demoqchi bizga? Nimani aytmoqchi? O'shani topsakkina biz bittada topishimiz mumkin. Eslangda bo'lsa, biz ranglar usulidan foydalangandik. Ya'ni mana bu общий olganda mana shu paragrafda har xil ranglar bor deb tasavvur qilamiz dedik. Masalan, qizil, qora, yashil. Endi matnda mana shu paragrafni o'qib bo'lgandan keyin eng ko'p rang qaysi? Masalan, qizil rang ko'p qatnashyaptimi, yashil rangmi, qorami, oqmi? Shunga qarab biz mana bu yerda paragrafni topib olamiz degan. Bu degani nima degani? Ya'ni biz kelinglar ranglar usulidan foydalanamiz. Masalan, 1 dan 8 gacha random ranglar berib chiqamiz. Misol uchun, birinchisiga qora rang beramiz. Ikkinchisiga yashil rang beramiz, nom. Ya'ni yanada oson qilish uchun bu sizlarga. Keyingisiga qizil degan rang beramiz. Keyingisiga sariq, keyingisiga jigar rang beramiz. Keyingisiga
ko'k rang beramiz misol uchun. Keyingisiga misol uchun pushti beramiz. Keyingisiga havo rang beraylik. Ochiq havo rang. Ketdi. Demak, mana ranglar usulidan foydalanamiz. Ranglar usuli nima degani? Ya'ni qaylar? Birinchi sarlavhani qora deb olamiz. Ikkinchi sarlavhani yashil deb olamiz. Uchinchisini qizil, keyingisini sariq, keyingisini jigarrang, keyingisini ko'k, keyingisini pushti, keyingisini havo rang deb olamiz. Tasavvur qilinglar, mana shu ranglarni ishtirok etishiga qarab biz nima qilamiz? Sarlavhalar topsak bo'ladi. Masalan, tasavvur qilinglar, mana birinchi paragrafda tasavvur qilinglar, mana bu ranglar hammasi qatnashgan bo'lishi mumkin. Masalan, bunda qora ham qatnashgan bo'lishi mumkin, yashil ham qatnashgan, pushti, ko'k, jigarrang hammasi qatnashgan bo'lishi mumkin-da. Shunda biz o'ylanib qolamiz. To'xta, bunga ham to'g'ri kelyapti, bunga ham to'g'ri kelyapti, chunki yashil bor, bunga ham to'g'ri kelyapti, qizil bor, bunga ham to'g'ri kelyapti, sariq bor deb biz o'ylanib qolamiz-a. O'sha o'ylangan paytda biz ustun rangga qaraymiz. Ya'ni qaysi rang bizda ko'p qatnashgan. Masalan, qaranglar, mana bu paragrafda hamma rang bo'lishi mumkin, lekin qizil rang ko'proq qatnashgan bo'lishi mumkin. Demak, qizil rang masalan 5 ta joyda qatnashgan bo'lsa, qolganlari 2 ta, 3 ta, 4 ta, bitta joyda qatnashgan bo'lsa, demak qaysi ustun? Bizda qizil ustun. Demak, katta ehtimol bilan o'sha birinchi paragrafda javobi katta ehtimol bilan 90% holatda shunda mana bu, ya'ni qizil ustun bo'lgani uchun mana shu uchinchisi to'g'ri kelishi mumkin. Demak, ranglar usuli xuddi shunaqa ketadi. Buning uchun nima qilamiz? Taxminan biz rangni berib olamiz, o'zimizga yoqqan ranglar berib olamiz va o'sha ranglar, ya'ni rangni biz tarjima qilamiz endi. Qanaqasiga tarjima qilamiz? Ya'ni qora deganda o'zi nimani tushunyapmiz? Uning uchun mana bu birinchisini tarjima qilib olishimiz kerak. Birinchisida aytayapti, the benefits of eating home cooked meals bo'lyapti. Demak, tarjimasi nima degani? The benefits of eating home cooked meals. Demak, tarjimasi home cooked meals degani uyda tayyorlangan ovqatlar degan. Ovqatlarni. Endi общий tarjima qiladigan bo'lsak, uyda tayyorlangan ovqatlarni yeyishning foydasi yaxshi. Demak, qaranglar o'quvchilar, biz uyda tayyorlangan ovqatlarni yeyishni foydasi degan tushunchani qora rang qilib belgilab oldik. Masalan, mana bu yerda hamma rang qatnashgan bo'lsin-da, lekin uyda tayyorlangan ovqat haqida ko'p gapirgan bo'lsa, bu katta ehtimol bilan shunda qora rangga to'g'ri keladi. Chunki nimaga? Uyda tayyorlangan ovqatlar xususidagi fikrlarning ko'pligiga qarab olinadi. Demak, xuddi shunaqa davom etamiz. Xuddi shunaqa davom etamiz. Keyingisini tarjima qilamiz. Nima deyapti? Yashil rangga qaysi tushunchani beryapmiz? Endi ko'rib chiqamiz. Why people eat more fast food today? Nima uchun insonlar ko'p fast food ovqatlarni yeyishmoqda. Demak, nima uchun insonlar today deb qo'yibdi, bugungi kunda. Demak, nima uchun insonlar bugungi kunda ko'p fast food ovqatlarni yeyishmoqda? Demak, nima uchun insonlar fast foodni ko'p yeyapti mana shu davrda degan tushunchaga biz yashilni berib oldik. Demak, o'shani nimaga odamlar yeyapti, shuning uchun yeyapti, shunaqa sabab borda yoki shunaqa bo'lgani uchunda, vaqti yo'q bo'lgani uchunda degan narsaga, ya'ni biz yashilni beribmiz. O'shanaqa ko'p kelsa, demak sizlar o'sha javobni belgilaysizlar. Ya'ni yashil ustunlik qilsa, yashil degani nima degani? Nima uchun insonlarning bugungi kunda ko'p fast food ovqat yeyishini tushuntirgan tushunchalar bo'lsa, demak sizlar yashilni belgilaysizlar. Bu yashil esa mana shu ikkinchi salohaga to'g'ri keladi. Keyingisi qizil rang. Qizil rangga qaysi tushunchani biriktirdik? Endi ko'rib chiqamiz. The effects of unhealthy food on the body. Effects degani ta'siri degani. Unhealthy food nosog'lom ovqatning on the body tanaga. Demak, tanaga
nosog'lom ovqatning ta'siri. Bunda predikt qilib olishimiz kerak. Demak, qandaydir nosog'lom ovqat bo'ladi, o'sha nosog'lom ovqatning bir yomon ta'sirlari haqida gap ketadi va o'sha haqida ko'p gapirilgan bo'lsa, ya'ni o'sha qizil rang ustunlik qiladigan bo'lsa, demak o'sha paragrafimiz mana shu 3-sarlavhaga to'g'ri keladi degan prediction qilib olamiz. Keyingisi, how governments try to help people eat better. Demak, qanday qilib hukumatlar harakat qiladi yordam berishga odamlarga eat better, yaxshiroq ovqatlanishga. Demak, hukumatlar qanday qilib insonlarning yaxshiroq ovqatlanishiga yordam beradi. Buni ham prediction qilsak bo'ladi. Demak, hukumat, davlat insonlarni sog'lomroq ovqatlanishi, ya'ni ularga foyda keltiradigan ovqatlarni nima deydi, amalga oshirishi yo'lidagi sa'y-harakatlarni biz sariq rang deb o'ylaymiz. Va o'sha tema, o'sha mavzu paragrafimizda, mana shu paragrafimizda qaysidadir ustun chiqsa, demak, javobi shu bo'ladi. Ya'ni sariq ranglar ko'pmi? Orasida bitta jigarrang, bitta ko'k, bitta pushti bordir. Lekin sariq rang ustunmi? Demak, paragrafimiz o'sha bo'ladi. Keyingisi, the history of fast food. Nima degani? Fast foodning tarixi. The history of fast. Bu osonroq ekan. Demak, fast foodning yengil fast foodning xullas tarixi bo'lyapti. Buni jigarrang deb oldik. Endi bunda prediction qilishimiz kerakki, ya'ni bu yerda fast foodning kelib chiqishi, qachon yaratilganligi, kim tomonidan kashf qilinganligi, kimlar hissa qo'shganligi haqida gapirsaki, bu tarixi bo'ladi. Tarixi deganda u qandaydir yillar aytiladi. Bundan oldingi vaqtlar, asrlar, yillar haqida gap ketishi kerak. Demak, o'shani prediction qilamiz. Demak, o'sha haqida gap ketsa, u jigarrang bo'ladi va jigarrang ustunlik qilsa, demak, uning javobi katta ehtimol bilan mana shu 5 bo'ladi. Xo'p, ranglarimizda davom etamiz bo'lmasa. Keyingi rangga keldik. 6-sarlavhaga keldik. Why cooking skills are becoming less common? Less common degani, xo'p, noodatiy bo'lib ketmoq degan, kamayib ketmoq degan. Shunda tarjima qilamiz. Nima uchun? Why degan nima uchun edi? Xo'p, ovqat cooking skills, ovqat pishirish mahoratlari degani, ovqat pishirish mahoratlari kamayib ketyapti yoki yo'qolib ketyapti deb tarjima qilib qo'yamiz. Demak, nima uchun ovqat pishirish mahoratlari kamayib ketishi haqida ma'lumot beryaptimi? Demak, u ko'k rang bilan belgilaymiz deb oldik endi o'zimizcha. Xo'p, agar o'sha ko'k rang ustunlik qilsa, orasida bitta pushti yoki ikkita pushti, bitta havorang aralashib qolsa, bitta qora, bitta yashil aralashib qolsa, lekin ko'k 3 ta, 4 ta, 5 ta bo'lsa, demak, katta ehtimol bilan javobi mana shu bo'ladi. Keyingisi pushtiga keldik. The connection between diet and exercise. Demak, connection degani aloqa yoki munosabat degani, diet and exercise degani esa dieta va mashq. Demak, dieta va jismoniy mashqning o'zaro munosabati bo'lyapti tarjimasi. Demak, bu paragrafda biz taxmin qilishimiz kerakki, ya'ni mana shu sarlavhadan bilib olishimiz kerakki, qandaydir dieta haqida gapiriladi. Dieta bilan birgalikda, ya'ni dieta nima? Ovqat yeyish, to'g'rimi? Ovqat yeyishning qandaydir me'yorlari degan dieta. Dieta, ovqat yeyish va jismoniy mashqlar haqida gapiriladi va o'sha gaplar ustunlik qilsa, bu pushti rang bo'ladi va pushti rangning ko'pligi hisobidan biz mana shu javobni belgilashimiz kerak. Keyingisi, oxirgisi, xudo xolasa, the future of food and health. Demak, future degani kelajak deganida. Food and health.
degani esa ovqat va sog'liq. Demak, tarjimasi ovqat va sog'likning kelajagi bo'lyapti. Endi qaranglar, bu yerda nima haqida gap ketadi, o'shani predikt qilib olishimiz kerak. Ovqat va sog'liqning kelajagi. Demak, ovqat haqida gap ketadi, okey. Sog'liq haqida gap ketadi, okey. Va kelajak haqida gap ketar ekan. Sizlarda mana shu chaltib qo'yishi mumkin. Ovqat va sog'liq haqida gapirgan bo'lishi mumkin-da, lekin hozirgi holat haqida gapirgan bo'lishi mumkin, kelajak haqida emas. Shunda biz ovqat va sog'liq haqida gapiryapti ekan. Demak, mana shunga to'g'ri keladi deb biz kelajagi degan so'zni be'tibor qoldirsak, demak katta xato qilgan bo'lamiz. Shuning uchun vaqtlarga e'tiborli bo'linglar. Tarixi debdimi, demak tarixga oid bo'lishi kerak. Tarix desa, 2040-yil haqida gapirsa, history, tarixni belgilab olmaymiz. Yoki bo'lmasa, kelajak so'zini be'tibor qoldirmaymiz. Agar matnimiz hozir haqida gapirayotgan bo'lsa, biz kelajagi degan so'zni ham ishlatmaymiz. Demak, hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Mana taxminiy ranglarimiz berib oldik. Endi bevosita nimaga o'tamiz? Tahlilga o'tamiz. Ketdik, birinchi section A ga o'tamiz. Birinchi paragrafga. Qani, hozir birinchi paragrafda men o'qib tarjima qilib beraman. Sizlar qaysi rang ustunlik qilyapti, o'shani aytib berasizlar. Birinchi paragraf mana section A deb qo'yibdi. Mana shu yerga javobini topamiz. Demak, fast food has become very popular in many countries over the past few decades. Demak, fast food juda ham mashhur bo'lib kelgan, juda ham ko'p mamlakatlarda oxirgi dekada, ya'ni oxirgi 10 yilliklarda. Demak, oxirgi 10 yilliklarda fast food juda ham ko'p mamlakatlarda mashhur bo'libdi. One of the main reasons is that, demak, asosiy sabablardan biri shuki, insonlar oldingidan ko'ra bandroqdir debdi. Demak, eng asosiy sabablardan biri odamlar hozir oldingidan bandroq ekan. Many workers have long hours and do not have time to cook. Juda ham ko'p ishchilar uzoq muddatga ishlashadi va ularda pishirishga vaqti bo'lmaydi debdi. Fast food is quick, easy and doesn't require preparation. Demak, fast food bu tezkor ekan, oson ekan va ortiqcha tayyorlab o'tirishni talab qilmas ekan. Additionally, bundan tashqari, ba'zi odamlar find deb bilmoq degan fast food cheaper than cooking at home. Bundan tashqari, ba'zi odamlarning o'ylashicha fast foodlar uyda pishirishdan ko'ra arzonroqqa tushar ekan. With the rise of food delivery services, ordering fast food is now more convenient than ever. Demak, yetkazib berish xizmatining, ovqat yetkazib berish xizmatining oshishi natijasida fast foodlarga buyurtma berish har qachongidan qulay bo'lib ulgurdi, deyapti. As a result, natijada ko'plab insonlar fast foodga bog'lanib qolmoqda bo'lyapti. Rely on, mana bog'lanib qolmoqda. For their daily meals instead of preparing fresh meals at home. Demak, uyda o'zlari ovqat pishirishni o'rniga ko'plab insonlar kundalik ravishda mana shu fast foodlarga bog'lanib qolyapti, debdi. Demak, yana boshdan tarjima qilib kelamiz. Fast foodlar demak juda ham ko'p mamlakatlarda mashhur bo'libdi. Mana shu oxirgi 10 yilliklarda uning asosiy bitta sababi odamlar har qachongidan hozir band ekan, ular ko'p uzoq soatlar ishlayapti ekan va pishirishga vaqt yo'q ekan. Fast food tezkor, oson va tayyorlik, ortiqcha tayyorgarlik talab qilmas ekan. Bundan tashqari, ba'zi odamlar fast foodni arzon deb bilar ekan, uyda ovqat pishirishdan ko'ra. Ovqat yetkazib berish servislarini o'sishi natijasida fast foodlarni uyga keltirish har qachongidan qulay bo'lib ulguribdi va natijada ko'plab insonlar kundalik ravishda uylarda ovqat pishirishdan ko'ra fast foodlarga bog'lanib qolibdi ekan. Endi sizlar aytinglarchi, qaysi rang bu yerda ustun kelyapti? Xo'p, yashil bilan ko'kimiz qani? Mana bu ko'kimiz ko'proq mos kelyapti deb o'ylayapsizlar. Haqiqatan ham mana shu ikkalasini ichida to'g'ri javob. Endi qaranglar. Yaxshilab yana bir tarjimaga qaytamiz. 2da.
Nima uchun insonlar bugungi kunda ko'p fast food ovqatlarini yeyishmoqda? Nima uchun insonlar bugungi kunda fast food ovqatlarini ko'p yeyishmoqda? Endi ko'kka o'tamiz. Nima uchun ovqat pishirish mahoratlari kamayib ketyapti? Endi section A ga qaytamiz. Bu yerda ovqat pishirish mahoratlari haqida gap ketyaptimi? Yoki bo'lmasa odamlarning fast foodga bog'lanib qolayotganligi, ko'plab fast foodlarni yeyotganligi haqida gap ketyaptimi? Bu yerda fast food ovqatlariga insoniyatning bog'lanib qolishi, ko'p yeyishi haqida gap ketyapti. To'g'ri, ko'k rang haqida ham mana bu yerda gap bor. Masalan, cooking at home, uyda ovqat pishirish bo'lishi mumkin. Yoki fresh meals at home. Mana shuni cook qani, mana cook deb belgilaylik. Mana cook dedilar. Mana shular cookga to'g'ri keladi haqiqatan. Cooking at home. Boshqasi Reliant fast food. Realizing meals instead of preparing. Some people find cheaper. The people bo'ldi, qayli. Demak, ustunlikka qo'yadigan bo'lsak, qayli ko'k ranglar ikkita ekan. Endi bizda yashil ranglar ko'ramiz. Yashil ranglar nima deyapti? Nima uchun insonlar bugungi kunda ko'p fast food yeyishyapti? Nima uchun yeyishyapti? Demak, uni yashil bilan belgilaymiz, to'g'rimi? Endi yashillarni belgilab chiqamiz. Xo'p. Fast food has become very popular in many countries as one of the main reason. Mana bitta sababi. People busier than ever before. Uning bitta sababi fast food ko'payib ketishi. Demak, odamlar nima ekan oldingidan ko'ra? Band ekan. Many workers have long hours. Nimaga fast food ko'p ekan? Chunki ko'p insonlar ko'p soat ishlar ekan. Nimaga fast food nima ekan? Ko'payib ketyapti ekan. Chunki ularda vaqt yo'q ekan. Pishirishga, ovqat pishirishga vaqt yo'q ekan. Nimaga fast food ko'payib ketyapti? Chunki u quick, easy and doesn't require preparation. Chunki u tezkor ekan, oson ekan va tayyorlab o'tirishda nima qilmas ekan? Talab qilmas ekan. Nimaga fast food ko'payib ketyapti ekan? Chunki ba'zi odamlar uni fast foodni cheap deb bilar ekan, arzon deb bilar ekan. Demak, nimaga fast food ko'payib ketyapti ekan? Chunki ordering fast foodni buyurish oldingidan ko'ra nima ekan? Convenient ekan, qulay ekan. Mana sizlarga ranglar jangi ketdi bu yerda. Ko'pmi, yashil ko'pmi? Albatta yashil ko'p. Nimaga fast food ko'payib ketyapti ekan? Chunki odamlar busy ekan, band ekan. Nimaga fast food ko'payib ketyapti? Chunki ular ko'p ishlayapti ekan, shuning uchun yeyishga majbur ekan. Ikkita yashil bo'ldi. Nimaga ular fast foodga o'tirib qolyapti? Chunki ularda vaqt yo'q ekan pishirishga. 3 ta bo'lyapti. Nimaga fast food ko'payib ketyapti? Quick, tezdir, easy, osondir va tayyorlab o'tirishni nima qilmas ekan? Talab qilmas ekan. Bundan tashqari nima ekan? Bundan tashqari ba'zi odamlar uni arzon deb bilar ekan. Yana nimaga fast food ko'payib ketyapti ekan? Chunki ular qulay ekan. Ko'ryapsizlar, demak, bu yerda ko'k ham bor, yashil ham bor, lekin yashilni ulushi bu yerda ko'proq. Demak, bizga to'g'ri javobimiz bu yerga nima bo'ladi? Why people eat more fast food today bo'ladi. Mana bu to'g'ri javob bo'ladi. O'quvchilar. Demak, hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Yaxshi. Yashil tanlaganlar tabriklayman. Endi bu hozir rang bilan berib qo'yganim uchun biz oson topa oldik-da, lekin mana shu ranglar bo'yicha ishlash bizim miyamizda avtomatik amalga oshishi kerak. Qachonki avtomatik amalga oshsa, charkashib ketmasak, mana shunaqa rangni belgilamasdan turib ham topadigan bo'lsakkina yaxshi yechamiz-da. Lekin o'sha zo'r topgancha o'sha rang usulidan foydalanib tursanglar ham bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? Biz kompyuterda ishlay olmaymiz, demak, highlighterlardan foydalanamiz. Ya'ni yechyapmizmi biror bir readingni o'sha highlighter bilan belgilaymiz. Masalan, yashil rangdagi tushunchalar yashil bilan belgilasanglar, highlighterda ko'k bilan belgilasanglar, o'zi shuni kelib chiqadi. Qog'ozda qaysi rang ustunlik qilyapti? Yashilmi? Demak, katta ehtimol bilan
Javobi ham tepadagi yashilga to'g'ri keladi. Yaxshi, mana shu ketishda davom etamiz. Section B ga o'tamiz. Section B ni tarjima qilishga o'tdim. Although fast food is convenient. Demak, fast foodlar qulay bo'lishiga qaramasdan, it's not always healthy. Har doim ham sog'liq keltirmaydi debdi. Many fast food meals contain high amounts of fat, sugar and salt. Judayam ko'p fast food ovqatlari o'z ichiga oladi yuqori high amounts, yuqori darajadagi miqdordagi fat yog'ni, sugar shakarni, salt tuzni. These ingredients can cause health problems if eaten too often. Bu tarkibiy qismlar sog'liqdagi muammolarga olib keladi agardaki ko'p yeyilsa yoki tez-tez yeyilsa. Misol uchun, too much fast food can lead to obesity. Ko'p fast food ovqatlari demak obesity, semizlikka olib kelishi mumkin, qandli diabetga olib kelishi mumkin yoki yurak kasalliklariga olib kelishi mumkin ekan. Bundan tashqari, additionally processed food, ya'ni mana shunaqa fast foodlar often lacks important vitamins and minerals which are necessary for healthy food. Demak, ko'plab mana bunaqa fast foodlarga yetishmaydi, lacks yetishmaydi degani muhim bo'lgan vitaminlar, minerallar yetishmas ekan. Qaysiki o'sha vitamin va minerallar sog'lom tanaga erishish uchun kerak bo'lgan bo'ladi. Doctors and nutritionists recommend eating fresh foods such as vegetables, fruits and whole grains to avoid these health risks. Doktorlarning ta'kidlashicha, ular aytadiki, insonlar yangi baliqlarni yoki bo'lmasa nimalar deyish kerak, mevalarni, sabzavotlarni yoki bo'lmasa donlarni yeyish kerak ekan, mana bunday sog'liqqa xavf keltiradigan holatlardan qochish uchun. Endi bir section B ni tahlil qilamiz. Demak, fast foodning yomon taraflari haqida gap ketyapti asosan va oxirida doktorlarning bitta bizga maslahati ham ketyapti ekan. Maslahat aytayapti ekan, fast foodlardan ko'p yeyorsa, demak, vitaminlar yetishmaydi ularda. O'sha narsani oldini olish uchun biz baliq yeyishimiz kerak ekan, don yeyishimiz kerak ekan, sabzavot yeyishimiz kerak ekan. Shunda bizda savol paydo bo'ladi. To'xta, paragraf sabzavotlar haqidami, sog'lom ovqatlanish haqidami yoki fast foodning yomon taraflari haqidami deyishimiz mumkin. Bu yerda yaqqol ko'rinib turibdiki, bu yerda fast foodning yomon taraflari haqida gap ketyapti. Shuning uchun tepaga qaytamizda qani mana shunga mos bormi, nimadir yoki yo'qmi shuni ko'ramiz. Faqatgina oxirida sog'lom bir narsa qilish kerak, ovqatlanish kerak deb qo'ydi, lekin shu joyigacha lekin yomonlab keldi fast foodni. Demak, yomonlashga oid bo'lgan rangimiz bu yerda ustun bo'lyapti. Boshidan nima qilib kelamiz? The benefits of eating home cooked meals. Uyda tayyorlangan ovqatlarni yeyishning foydasi. Bu haqida gap bo'lmadi. Uyda tayyorlangan ovqatlar haqida deyarli umuman gap bo'lmadi. Ikkimiz ketdi, uchtamiz. The effects of unhealthy food on the body. Demak, nosog'lom ovqatlarning tanaga bo'lgan effekti, ta'siri bo'lyapti. Demak, buni qizilda belgilaylik. Demak, katta ehtimol bilan mana shu to'g'ri keladi. Biz qizilda nima deb oldik? Nosog'lom ovqatning tanaga bo'lgan ta'siri deb. Kelinglarchi mana shu yerda qizil ranglarda belgilab chiqamiz. Fast food is convenient. Mana not healthy bu bitta qizil bo'ladi. Many fast food meals contain high amounts of fat, ikkita qizil. Shakari bo'lar ekan, yomon taraf, ya'ni fast foodda bu keyingi qizil, tuzi ko'p tuzi bo'lar ekan. Keyingi bu ingrediyentlar health problemsga sabab bo'lar ekan. Keyingi qizil obesityga olib borar ekan, semizlikka olib borar ekan, yomon tarafi, diabetes, qandli diabetga olib borar ekan, heart disease, demak yurakni muammosiga olib borar ekan. Bundan tashqari laks yetishmaydi ekan o'sha ovqatlarga. Nimalar yetishmas ekan? Vitamin va minerallar yetishmas ekan. Yaxshi. Ko'ryapsizlarki, hamma joy qizil bo'lib ketdi. Deyarli mana bu tepadagi ranglarda bu yerga deyarli aloqasi yo'q bo'lyapti. To'g'ri, mana vegetables, fruits and whole grains qaysidir rangga to'g'ri kelish mumkin. Qani ko'ramiz bu yerda. Qaysidir rangga to'g'ri keladimi?
or why cooking skills, the government's health, the effects or the benefits home cooked. Mana uga dieta so'ziga sal to'g'ri kelishi mumkin. Dieta so'ziga, ya'ni pushti rangga. Agar pushti ranglarda belgilab chiqadigan bo'lsak, nima bo'ladi? Mana fresh food, vegetables, fruits and whole grains to'g'ri kelishi mumkin. Shunda общий nechta bo'ladi? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta bo'lgan bo'ladi. Agar pushti rangni o'sha deb tasavvur qilganimizda, bizda to'rtta to'g'ri keladi. Hozir pushtini ham belgilayman. Misol uchun, fresh foods bu bitta pushti, vegetables dieta ovqatlanishga to'g'ri kelgani uchun belgilayman. Aslida bu pushti ham 100% to'g'ri kelmasdi. Mana buni to'rtta deb. Endi tasavvur qilinglar, qaysi rang ustun? Bizda baribir qizil, chunki pushti to'rtta bo'lyapti, qizilimiz 1, 2, 3, 4, 5, o'zi bo'ldi. 8 ta, 9 taga yaqin bo'ladi. Demak, section B ni javobi sizlar aytgandek qizil, ya'ni the effects of unhealthy food on the body bo'lyapti. Nima degani edi bu? Nosog'lom ovqatning tanaga bo'lgan ta'siri debdi. Polni o'sha ta'siri haqida gap ketyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ta'siri nima ekan? Har doim ham sog'lom sog'liq olib keltirmas ekan, fat nima bo'lar ekan? Tanaga yog' olib keladi, sugar shakar olib keladi, salt tuz olib keladi, health problems olib keladi, tanaga diabet olib keladi, heart disease olib keladi, vitaminlar yetishmasligini olib keladi. Bo'ldi, qizil. Section C ga o'tamiz. Ketdik. Demak, tarjimaga o'tamiz. In many countries, governments, demak, ko'plab mamlakatlarda governments, hukumatlar are trying to help people. Odamlarga yordam berishga urinyapti ekan hukumatlar. O'zi ko'pchilik topdi mana shu yerdan. Demak, yordam berishga harakat qilyapti ekan odamlarga. Make healthier food choices. Demak, sog'lomroq ovqat tanlovini tanlashga ko'plab insonlarga, ko'plab mamlakatlarda hukumatlar yordam beryapti ekan. Misol uchun, ba'zi maktablar boshlabdi nimani? Offering, taklif qilishni, healthier lunches. Sog'lomroq bo'lgan ovqatlarni for children, bolalar uchun. Misol uchun deyapti, ba'zi maktablar bolalarga sog'lomroq turdagi ovqatlarni taklif qilishni boshladi debdi. Ba'zi mamlakatlar esa have also introduced taxes on sugary drinks to discourage people from buying them. Ba'zi mamlakatlar esa shakarli ichimliklarga kattakon nima qo'yib qo'yibdi? Soliq qo'yib qo'yibdi. Nima maqsadda? Insonlarni ularni sotib olishdan qaytarish maqsadida. Keyingi gap. Public health campaigns encourage people to eat fresh food and exercise regularly. Demak, jamoat sog'lig'i namoyishlari, bilasizlar, chet elda shunaqa namoyishlar bo'ladi. Har qanday plakatlarga nimadir mavzuga oid gaplarni yozadi. Masalan, bu yerda bo'lishi mumkin public health campaigns, sog'lom ovqatlarning, fast foodlarni yemang deb yozib yurgan o'shanaqa namoyishlar debdi. Encourage, demak, insonlarni ilhomlantiradi. To eat fresh food and exercise regularly. Ovqatlarni sog'lom ovqatlarni yeyishga va muntazam mashq qilishga deyapti. Ba'zi cities, ba'zi mamlakatlarda there are even rules about how many fast food restaurants can be near schools. Ba'zi, demak, shunday qoidalar bor ekanki, nechta fast food restoranlari maktablar yonida joylashishi kerak deb qat'iy intizom ham bor ekan ba'zi joylarda, shaharlarda. These efforts aim to reduce the number of diet-related health problems in population. Demak, bu kabi xatti-harakatlar nimaga qaratilgan? Demak, aholidagi dietaga bog'liq bo'lgan muammolarning kamayishiga qaratilgan ekan. Demak, umuman olganda ko'plab davlatlarda hukumatlar insonlarga sog'lomroq ovqat tanlashga yordam beryapti ekan. Misol uchun, ba'zi maktablar o'zi sog'lomroq ovqatlarni bolalarga berishni taklif qilishni boshlabdi. Ba'zi davlatlar esa demak, shakarli ichimliklarga katta soliq qo'yib qo'yibdi. Bu esa insonlarni qaytarish maqsadida qilingan ekan. Keyingi gap,
sog'liqqa oid namoyishlar deyapti, insonlarni sog'lom ovqatlanish va muntazam ravishda mashq qilishga undaydi ekan. Ba'zi shaharlarda esa hattoki maktablar oldida nechta fast food restoranlari bo'lish haqida ham qoidalar yaratdi va bu hamma maqsadlar, ya'ni bu urinishlar aholidagi dietaga, ya'ni ovqatlanishga bog'liq bo'lgan muammolarning sonini kamaytirishga qaratilibdi. Endi bu yerda qaysi rang ustunlik qiladi, o'shani nima qilamiz? Topamiz. Xo'p, ko'pchilik sariq debdi, sariqni ko'ramiz. How governments try to help people eat better. Hukumatlar qanday qilib insonlarning yaxshiroq ovqatlanishiga yordam beradi bo'lyapti. Yaxshi. Bundan tashqari qaysi ranglarni ham ko'rdik. Misol uchun dieta degan so'zni ko'rdik. Qani dieta? The benefits home cooked yo'q, why cook the effects of kernels why cooking becoming the connection. Mana diet, exercise degan so'zlar ham bo'ldida. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, matnimizda oxirida diet bilan exercise degan so'zga duch keldik. Bunda o'ylashimiz mumkinki, bizda to'g'ri javob 7 ham bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa sizlar aytgandek sariq to'g'ri ham bo'lishi mumkin. Ko'ryapsan, boya aytdim, kamida bitta savolga 2 ta 3 ta keladi deb, to'g'ri kelib qolishi mumkin deb o'ylaymiz. Demak, to'g'ri bilan 7 bilan qaysidan? 7 to'g'ri kelishi mumkin. Demak, dieta, exercise so'zlari bor edi. Shuning uchun uni pushti rangda belgilab olaman va bundan tashqari hukumatlar qanday harakat qilyapti insonlarni yaxshiroq ovqatlanish uchun uni sariqda belgilayman. Keyin birinchi mana bu pushtini, ya'ni dieta va exercise so'zlarini pushti rangda belgilab olaman. Mana exercise so'zi bor. Pushti. Hop. Keyin bu yerda dieta so'zi bor edi. Masalan, mana bu diet so'zini oldik deylik. Yaxshi, endi hukumatning urinishlarini sariqda belgilab chiqamiz. Hop. Mana trying to help people make healthier food, sariq. Masalan, some schools have started offering healthier lunches, sariq. Hukumat qilyapti chunki. Introduce taxes on sugary drinks, sariq. To discourage people from buying them, sariq. Public health campaigns, sariq. Demak, fresh food, sariq. Rules, sariq bo'lyapti. Bo'ldi. Demak, bizda ustunlik jihati sariq ekan. Chunki sariqni hammasi hukumat insonlarning yaxshi ovqatlanishi uchun qilayotgan sa'y-harakatlardir. Nima sa'y-harakat qilyapti? Demak, odamlarga yordam berishga harakat qilyapti, yaxshiroq ovqatlanishga. Mana birinchi gap, misol uchun ba'zi maktablar sog'lom lanchlar beryapti ekan, ba'zi hukumatlar takslar joriy qilyapti ekan, odamlarni discourage qilyapti ekan, public health kampanyalar bo'lyapti ekan, fresh foodlar yeyish bo'yicha bo'lyapti ekan, qoidalar yaratilyapti ekan. Demak, hammasi bizga bu sariqni beradi. Demak, to'g'ri javobimiz how governments help people eat better bo'ladi. Yaxshi. Bu ham ketdi. Section D ga o'tamiz. Вот так. Mana in the past deyapti. In the past deb shunisiga e'tibor berasizlar. Balki shunga aloqador nimadir bordir tepada. Tarjima qilish boshlaymiz. In the past, o'tmishda cooking was an important skill that parents taught their children. Demak, ovqat pishirish juda muhim mahorat bo'lgan. Ota-onalar bolalarga o'rgatadigan deyapti. People use it to prepare meals at home using fresh ingredients. Demak, insonlar ovqat pishirishgan yangi mahsulotlardan foydalanib degan. However, today fewer people know how to cook because they rely on fast food, frozen meals and delivery services. Lekin debdi, bugungi kunda kamroq insonlar pishirishni biladi, chunki ular fast foodga bog'lanib qolgan, frozen meals, demak muzlatilgan ovqatlarga bog'lanib qolgan va delivery services,
yetkazib berish xizmatlariga bog'lanib qolgan ekan. Demak, birinchi gapimiz o'tmish haqida bo'lyapti. Ikkinchi gapimiz ham o'tmish haqida bo'lyapti. Uchinchi gapdan boshlab hozir haqida gap ketyapti. Demak, hozirgi kunda insonlar kamrog'i bilar ekan va nimaga kamroq odam bilar ekan desa, ular fast foodga, frozen mealsga va delivery servicega bog'lanib qolgan ekan. This change has led to a decrease in traditional cooking skills. Mana shu o'zgarish has led olib keldi, yetakladi, decrease kamayishiga. Nimaning kamayishiga? Traditional cooking skills. Demak, an'anaviy pishirish mahoratining kamayishiga olib keldi mana shu o'zgarish. Qanaqa o'zgarish? Ya'ni fast foodlarga bog'lanib qolish. Many young people now do not know how to prepare simple dishes. Ko'plab hozirgi yoshlar hattoki oddiy ovqatlarni ham tayyorlashni bilmaydi, which makes them more dependent on unhealthy food options. Qaysiki ularni yanada fast foodlarga yoki nosog'lom ovqatlarga qaram qilib qo'yadigan deyapti. Some experts believe that cooking classes should be included in school programs to help young people develop these important skills. Ba'zi ekspertlarning ishonishicha, ovqat pishirish darslari maktab dasturlariga kiritilishi kerak. Nima uchun kiritilishi kerak? To help young people develop these important skills. Yosh insonlarda, ya'ni yoshlarda mana shu muhim mahoratni shakllantirish uchun bo'ladi. Demak, yana bir summary qilib olaman. O'tmishda, demak, cooking juda ham muhim bo'lgan mahorat hisoblagan ekan, ota-onalar bolalarga o'rgatgan ekan, insonlar uyida ovqat tayyorlash uchun yangi mahsulotlardan foydalangan ekan. Lekin bugunga kelib kamroq insonlar bilar ekan, chunki ular fast foodga yoki bo'lmasa muzlagan ovqatlarga yoki bo'lmasa yetkazib berish servislariga bog'lanib qolgan ekan. Bu o'zgarish, mana shu bog'lanib qolish o'zgarishi mana shunday an'anaviy pishirish mahoratlarining kamayishiga olib kelibdi. Hozirgi kunda ko'plab yoshlar demak oddiygina ovqatlarni ham pishirishni bilmaydi ekan, qaysiki yanada ularni mana shu nosog'lom ovqatlarga qaram qilib qo'yar ekan. Ba'zi ekspertlar aytar ekanki, ishonar ekanki, pishirish darslari maktab dasturlariga kiritish kerak ekan, yoshlarga bu muhim mahoratlarni o'rgatish uchun bo'lyapti. Demak, yaxshi. Bizda havorang ko'k urushi ketyapti. Endi ko'ramiz. Demak, havorang bilan ko'kni ko'raylik chiqani. The future of food and health degani ovqat va sog'liqning kelajagi deyapti. Qaylar kelajak haqida hech qayerda gapirilmadi. Faqatgina past dedi. Past degani o'tmish degani. O'tmish deganni qaylar biz qaysi rang bilan belgiladik? Bormidi? Mana history jigar rang bilan belgilayapmiz qaylar. Xo'p, mana history so'zi jigar rangga to'g'ri kelar ekan, demak, mana shu in the pastni jigar rang qilib olamiz. Mana jigar rang qilib oldik. Xo'p. Mana ikkinchi gap used so'zini ham shu history qilib olaylik. Yaxshi. O'tmish haqida ikkita ma'lumot kelyapti. Bunday olib qaraganda, ikkita asosiy ma'lumot. Endi mana ko'k deganlarning fikrini ko'rib chiqamiz. Nima uchun pishirish mahoratlari kamayib ketyapti? Buni ko'k bilan belgilaymiz. Qani shu fikrlar bormi? Demak, however, lekin bugun kamroq insonlar biladi pishirishni. Nima sababi nima? Mana because deb sababi deb qo'yibdi. Mana bu yerda bizda ko'kka aytgan. Demak, nima uchun bunaqa mahoratlar yo'qolib ketyapti? Nima uchun deganga sababi deb javob beramiz, to'g'rimi? Demak, sabablarni hozir belgilab chiqamiz. Chunki ular fast foodga bog'lanib qolgan, frozen mealga bog'lanib qolgan, delivery servicesga bog'lanib qolgan. Demak, bu o'zgarish has led to decrease in traditional cooking skills. Mana shu o'zgarish mana shu mahoratlarning kamayishiga olib kelyapti. Bu ham ko'k. Many young people now don't know how to prepare simple dishes, which makes them more dependent on, ya'ni bu ham dependent on unhealthy food ham, demak ko'k bo'ladi.
Yaxshi. Qaylar. Ko'k rangi jigar rangdan ustun keldi. Ya'ni history deganlar mana history haqida ham gapirdi-ku. Mana The History Fast Food haqida ham gapirdik. To'g'ri gapirdi, lekin ko'kdan kam gapirildi. Demak, history bo'lmaydi. Ko'k hozircha ustunlik qilyapti. Bundan tashqari qaranglar, government haqida, hukumat haqida ham gapirdi. Ya'ni bu sariqida, mana government haqida gapirdi-ku, sariq bilan belgilashimiz kerak bo'lgan joylar ham bor deganlar. To'g'ri, ular ham adashmagan. Ularni sariqda belgilab qo'yamiz. Xo'p. Sariqlar topamiz. Xo'p. Cooking was cultured fresh because it's change decrease which makes some sort of cooking. Xo'p. Cooking was improved. Their children, people use ingredients however today people cook to rely on influence. This change has led to decreased traditional cooking skills, which makes one of the some experts believe the cooking class should be included in school programs. Masalan, school programs shu hukumatga doir so'z deb olaylik. Developing policy bo'ldi. Bitta mana shu school programs bo'lyapti, bo'ldi. Demak, bizda jigar rang, sariq rang, ko'k ranglar jangida ko'k rang ko'p ekan, demak ko'k rang to'g'ri keladi betga. Asosiy paragrafimiz nima haqida ekan? Ko'k rang haqida ekan. Ko'k rang nima edi mana bu yerda? Demak, nima uchun pishirish mahoratlari kamayib ketyapti degan paragraf edi. Yaxshi. Ko'klar tabriklayman. Keyingisiga ham kuchlayni ko'rsatasizlar. Tarjima qilamiz. Eating healthy food is important. Demak, sog'lom ovqatlarni yeyish muhim, but it is not enough to stay fit. Lekin bu sog'lom bo'lib yurish uchun yetarli emas ekan. Demak, sog'lom ovqatlar yeyish muhim, to'g'ri muhim, lekin u yetarli emas, sog'lom bo'lishga deyapti. Regular exercise is also necessary for a healthy lifestyle. Muntazam mashq qilib yurish ham, demak, sog'lom turmush tarziga healthy food emas, demak, regular exercise ham kerak demoqchi. Many people believe that if they eat well, ko'p insonlar ishonadiki, agar ular zo'r yesa, yaxshi yesa, they do not need to be active, but this is not true. Demak, ko'p insonlar yaxshi yesam bo'ldi deb o'ylashi noto'g'ri ekan. Chunki mana bu yerda yozib qo'yibdi, but this is not true. Bu fikr noto'g'ri debdi. Exercise helps the body burn calories, strengthens muscles and improves overall health. Demak, mashq deyapti. Tanaga kaloriyalarni yoqishga yordam berar ekan, muskullarni kuchaytirishga yordam berar ekan va umumiy sog'lig'imizni yaxshilashga yordam berar ekan. Doktorlar tavsiya qilar ekan, kamida 30 minut bir kunda mashq qilishni. Ya'ni qanaqa mashqlar? Misol uchun debdi, piyoda yurish, yugurish yoki turli xil sportlar bilan shug'ullanishni aytayapti. A good balance of nutritious diet. Demak, yaxshi balansda bo'lgan dieta va muntazam mashq deyapti. Uzoq va sog'lom hayotning garovidir, kalitidir deyapti. Demak, bizda bu juda ham oson bo'lib qoldi endi. Ikkita tushuncha haqida gap ketyapti. Ovqatlanish, mashq, ovqatlanish, mashq, ovqatlanish va mashq haqida gap ketyapti. Demak, ovqatlanish va mashqqa qaytamiz. Uni nimasi? Mana the connection between diet and exercise. Demak, mana dieta ovqatlanish degani, exercise mashq degan. Shu haqida gap ketyapti, polni. Demak, o'shalarni belgilab chiqaman. Ovqatlanishga doir. Mana healthy food ovqatlanish tushdi. Regular exercise bu mashq qilish tushdi. Eat yeyish so'zi dietga to'g'ri keladi, tushdi. Active so'zi mashq qilishga to'g'ri keladi, tushdi. Exercise mashq qilishga to'g'ri keladi, tushdi. Xo'p, mashq qilsa nima bo'ladi? Burn calories bo'ladi. Tushdi. Muskullar kuchayadi, tushdi. Improves overall health, kuchayadi, yaxshilanadi, tushdi. 30 minutlik exercise ham tushdi. Walking ham tushdi. Running ham, playing sports ham tushdi bo'lyapti. Mana dieta so'zi keldi, tushdi. Physical activity
pushti bo'lyapti. Bo'ldi. Demak, hamma joyimiz pushti bo'lib ketdi. Bundan ko'rinib turibdiki, boshqa ranglar aralashganda ham bu pushtichalik aralasha olmaydi. Shuning uchun bu yerga pushti javob to'g'ri keladi. Pushti javob qaysi edi? Hop. The connection between diet and exercise. Dieta, ya'ni ovqatlanish, mana shu yerga ovqatlanish deylik. Ovqatlanish va jismoniy mashqning o'zaro munosabati haqida gap ketyapti. Haqiqatan o'zaro munosabat haqida gap ketyapti. Ya'ni aytayaptiki, sen faqat yeganing bilan ish bitmaydi, mashq ham qilib turgin, deyapti. Mashq bilan birgalikda sog'lom ovqatlansang, bu kalitdir, uzun, uzoq va sog'lom hayotga, deyapti. Demak, shuni hisobiga bu yerda bizda pushti javob to'g'ri keldi. Okey. O'ylaymanki, tushunarli bo'ldi. Bu ranglarni berish aslida sizlarga tushuntirib berishni usuli edi. Aslida sizlar ranglar qilib o'tirishingiz shart emas. Bu ranglarning o'rniga dumaloqqa olibmi, belgilabmi, qalam bilanmi o'zingizga yaratib olsanglar bo'ladi. Shunchaki hozir ko'proq tushunarli bo'lsin uchun bu ranglardan foydalandim. Demak, dars tushunarli bo'lgan bo'lsa, nima qo'yasizlar? Fils qo'yasizlar, chunki rekordingni yakunlayapman.